Assalamu alaykum. Ekran aldidagi aziz ko'rurmanlar, UNTV'ning Uyg'urcha universal kanali orqali sizlar bilan yuz ko'rishib turayotganligimizdan to'liq xursandmiz. Özümüzün hər xil məzmunlarımız arqılı sizə üçün xidmətdə buluşni, özümüzün bəxtimiz, təliyimiz, xoşallığımız deyə biliriz. Mən sizlərlə sırdaş dostunuzla Xədicə Uyğur. Bugün biz söhbətimizə İraq Kanadadan Şəmşinur Abdurişid xanımını alayda təklif qıldıq. Assalamu alaykum Şəmşinur xanım, qanday ahvalınız, yaxşımısınız? Va alaykum assalom Xədicə xanım, rəhmət, yaxşı özünüzcə? Yaxşı, Allah şükri. Biz söhbətimizin başlaşdığın burun körürmənlərə sizdən qandaq tunuşu qağallığımını azraq sözləb bir işinə muvafiq gördüm. Bizninki UNTV'nin Instagram səhifimiz var. Bir günü qarsam şu səhifimizdeki elçi programımızın söhbətdən astığa bir şunda güzel inkas yaptı. Bu inkazın ki yazılışda hem bizden kəsbimizge medya okuş bilen birge muş kəsbi verilgan bir xil yüksek baha var. Bu bahani fakat muş kəsbini düşengen adamlarla qılalaydı. Hem de bizden her sahiplerimizge şunda güzel tilekler, maqtaş sözler kep durdu. Lakin bu sahipege yazılığını bir kəsbi adamdan fikri. Şuna muşu inkaz men qiziqtirdi da, onu keyin muş yazğıçının ayrım xanısıga kirib, men salam berdim. Rahmat, şunda güzel inkaz qaytırıpsiz. Men aşu UNTV'deki şu programga riyasatçilik qilgan Xadicha xanım bulman deb gap qoldirib qo'ydim. Şön bizning o'tirmizda vaqt farqi bo'lg'achqa Şəmşir xanım onu kechikibroq ko'rdi. Şəmşir xanım men salam berdi. Ben bir üç gün keyin köydüm. Şunda qilib işimiz birga paranlaşqıç bir neçə gün ketdi. Endi işimizdə bir vaqtda to'g'ri chiqib qolganda o'zaro bir-birimizning telefon nomerlarimizni so'rashib, shundan WhatsApp orqali ko'rishdik. Ko'rishgandan keyin shundaq güzel paranlaşdık. Paranlardan shunday ilham aldım. Keyin muş fikrleringizni, muş xiyollarıngizni ekran orqali boshqalar bilan bahirlansa qandaq desam ma'qul dedi. Shuning bilan bugungi ekran oldiga kelib o'tiribdik. Rahmat Xadicha xanım. Özümni shundaq qoyil qilgan mushu ekranga meni boshlab chiqqaningizga ko'pdan ko'p rahmat. Bu ekran meni mundaq ikki tarafdan cho'nqur qoyil qildi. Birinchisi sifat. Ben bununda nait bir yuqur sifatni ko'rdim. Aldı bilen süzüklük derecesine etsek, nait süzük. Andan keyin mushu yeşil ekranni işletish orqali o'zinglarning mazmuniga moslashgan nait chiroyli oq ko'rinishlarni qo'yibsizlar. Bu oq ko'rinishmi odam ko'rmanlarga shundoq bir huzur bag'ishlaydi ekan. Chaqratmalar, yeşilliklar, acayip bir chiroyli yerda o'tirib shundoq güzel qarindoshlarimizni açık tanıştırıp bizge güzel uçurlarını beriyotganingda shundoq suyundirdi. Andan keyin qarasam, bu mundaq bir telefonda applam chiqqandek emas, bir kameradek emas, qarasam kameradan tatgan bulunglar o'xshamaydi. Keyin o'zim so'rab, andan keyin 3 kamera bilan elayotganinglarni uqdim. Andan keyin chiroqlar nait yoruq chiroqlarning qo'yilish o'rinlari, bulonlari bo'ladi. Bu jihatdan shundoq bir yuqori texnika chiqib turibdi. Shuni qarab o'zim dedim. Bu programmani biz o'zirnib ko'rib o'tgan bilan bu shundoq o'tirib butun yuragi bilan riyosatchilik qilyapti. Ammo keyinida bizning texnikaga pishqan bir bilimlik bir yigitimiz bor ekanda, mushu texnikalik jihatlardan mushu olatga akib chiqarayotgan deb başqalarını bilmesem muş ikkilan bir yerga kelib birlikda mushunaq bir güzel ekranni berba qilibdi deb bundan shunchalik so'yindim. Endi yana bir texmo meni
bu kanalga bekrek qayıl qilgan yana bir taraf sizlardagi mazmunning doirasi. Hech qachon bir tarafni tutib olmabsizlar. Bütün Uyg'urga fursat, bütün Uyg'urlikqa ichib yetibsizlar eshikni. To'g'ri. Bo'lsin, sizlarning sahnanglar shu soha uchun xizmat qiladi ekan. Qanday bo'lsinmi, uning ideyasi bilan, uning tanlagan yo'li bilan faqat hisoblashmaydigan sizlar uningga Uyg'urlik uchun Uyg'urning deb beribsizlar. Bu bir keng bütün millatga ochgan bir quchog'lar bo'libdi. Bu tarafdan men texmi suyundim. Andan keyin o'tirib buni ko'rgan vaqtida biz boshda sizning programmangizni biz elchi programmangizni ko'rish bilan boshladik-da. Bir Qirg'izistondan ashbolimizning jasoratiga shuncha qayil bo'ldim. Shundaq chiroyli bir yigitimiz chiqib programmani o'tkazib Ben qarab o'tirib deymanda, "Tova, biz har yerda andish qilib yuribmiz, lekin qaysi bir qizimizning, qaysi bir o'g'limizning oldiga berib, voy sening jupting bormi, juguning bormi, to'yani qachon deb qolaysizda bundaq temalar." To'g'ri. Hanım bütün yaşlarımızın anısı, ata-anısı bo'lib chiqdi maydonga. Mushu zodi bizning chet eldagi Uyg'urlar ichida bir qilmasa olmaydigan ishdi. Nim degan yaxshi bo'lgan deb uningdan bir suyundim. Shuning bilan o'tirib boshqa programmalar bormidi deb yaxshi ko'rgan narsalardan axtardi ekan-chi. Ular qarasam boshqa programmalar bor ekan. Mushu Fransiyadagi qizimiz Dilnur bilan o'tkazgan suhbatlarni ko'rgan vaqtida qarasam, o'zim ichki kirkitib, oilamdagi yenimdagilar qanday ko'rayotibdi, uni diqqat qilmabdi ekanman. Qarasam ovozlar chiqib qolsa yo'lishim deb qo'yib o'tirib ko'ryotdi. Bir qarang'ilashib, sizlarning gaplarni buzib o'tganimiz yo'q-da. Ondan keyin u qizimizmi ajoyib bir qizga shunchalik Uyg'urligimizdan faxrlanib ketdik, u qiz bilan o'tkazgan suhbatimizdan deb. Anan keyin hozir Bilal desam to'g'ri emas, u hukmimiz ashtaq dedi, mening markam Bilal. Ash inimiz bilan qilgan suhbatingizda bu inimizning o'sha so'z sohasida noiti Uyg'urlikda bir kamboshlikni to'liqlab Uyg'ur madaniyati uchun pul tepish uchun emas, har ikki tarafni ching tutib qilayotganligidan xabar topdik, shundoq suyundik. Andan keyin bir chiroyli o'sin tuzash kasbimizdan chiqdingiz. U qizning chiroyligiga qarab masligimizga ketib bordi, botirligiga qarab, jasoratiga qarab, mana biz Uyg'ur analari mushunaq emasmi deb suyunib ketdik. Bir programmangiz shunchalik esildi. Shuning bilan o'tirib yo'lishimiz ikimiz, men yo'lishimni chaqchaq qildimda, vatanda o'tirib ko'rib ketdik, bilo pullarini to'lab kanallarni. Mana mavo bizning chet elda bilo pulni to'lab ko'gidek, ashnaqa ko'rsakdek bir kanal bo'libdi. Nihoyat yaxshi bo'libdi bu. Boshqa kanallarimizni albatta hozirlanib ko'rib kelyapmiz, ammo bu kanalmi texmi go'zal, texmi keng, madaniyat, san'at hamma ishlarga ochiq, yo'li ochiq bir kanal bo'libdi deb ikkalan shundoq maqtashib suyunib ketdik. Andan keyin turib o'ylanib aytsa, biz shundoq suyunib ekanmiz, bizni suyundirgan o'sha hissiyotlarni ifodalashga bek diqqat qilib ketmaydi ekanmiz. Ifodalash orqali bu emgakni qiluvchilarning qanchalik ilhom oldiganligi mushtaq bir masala bor. Shunga biz cho'qim bizni xo'sh qilgan, bizni suyundirgan, bizga ilhom bergan, ma'naviy ozuq bergan, hatto bizni bir qoyil qilgan har qanday bir ishda qiluvchilarga bir ifodamizni bildirsak yaxshi meningcha deb shuning bilan men sizlarning shu Instagramdagi akkauntinglarni tepib, siz bayatın degan o'zimning nim deymemdi, rahmetimni, inkasıngizni shunday keng doiralik inkas yezib ekansiz, shuning bilan o inkasingiz menga ta'sir qilib, men shu ayrimxonangizga gap qildim. Bu maqtashlar, bu madiyalashlar menga xos emas. Aldı bilan Allah egam menga mushu madatni, mushu ishonchni ato qilsa, menda bu idrok,
bu aql nima ish qilsin deysiz. Ondan bu sehi Allah'ım yani bana işki ufkumuzni berdi. Xudi ularning opsi ularni men uchun tug'ib bergandeklar. Abiyam operator ufkumuzningki natijalarini ko'ribsiz ana. O operator va montaj ufkumuz o'zining kasbini shu qadar yaxshi ko'rdiki, Allah bergan shu ilmni voyaga yetkazib ifodalashga tirishadi. Ondan yani bizda bir bosh nazoratchi ufkumuz bor. Muş her qıtın filmdan işlep bop evvelsekili köygəndeki hayacanlıq ovazi, qollarını kas çıkarışları diyen o şunda bek hayacanlan gitdi qaran. O hayacanlıq ovazdı mı hayacanlan gitme demeysiz. Onu keyindin endi bu bir filmde oңuштuk vücut çıkarış için her xil xiyallar, fikirler buldu ken her xil işler duç kelediken adam. Şundaq vaqtda bu fikirlerimga qanday qilamiz desem, "Ansirmanga, hal buldu. Bu ishlar o'tib ketdi" deb menga shunda kuch berdi, tasalli berdi. Shunda qilib bu programlarni vujud chiqaryapmiz. Ondan sirt endi ko'gichilarninki qo'llashimi shunda ilhom bo'ldi qarang. Mana sizdan shu orqali tanishdik, paranglashib o'tiribdimiz. Mayli bizning YouTube kanalining inkas yozadigan yeri bo'lsin. yoki aş Instagram'dan inkas yazgayları bolsun. Onu kendime her qatim özümden Facebook bitimde behirleyme bunu. Şöylerde bolsun, ya şunda güzel tileklerini, razımelliklerini qabul qılmızdan. Muşta bizge tıxım, ilham, kuch buldu. Siz bizden bir qancha programlarimizni azırgı işlegenlerini gördünüz hem bir qancha emas, bugünkü işlegenlerini gördünüz. Bunun keyinki sahiplerimiz tıxım mol. Nurgulgan tıx oturga çıkmagan mezmunlarımız var. Biz hem de şu adam küçümüz sebebiden emisini to'liq açıqıp bulamayotimiz. Lekin xiyalimizni o'ylab qo'ygan temalar, yo'ritmoqchi bo'lgan ideyalar tıxım rangdor. Bundan keyinkilarni ko'rsiz, nimdasiz hamda bo'p ko'tarib İstanbulga kelvasangiz, rahmat aytaman. Her bir programdan algan hisiyatimni sizga yetkazib turman-da. Rost bir jarayon unutib qoptiman. Iliq sizning inkosingizni ko'rgandan keyin men sizningki sayfingiz kirdimda, kirsam shunda chiroyli bir uy ko'rinib turdi. Qarab, nima shular desam, bir riyosat chiqardim, shunda chiroyli chiqib salomni birni berib, riyosatchilik qilib ketdi. Xuddi kechilik riyosatchilik qilgandek. Qarsam birdan keyin Qozog'istondan bir nima Muratma birinchi nimangiz ko'rdim, Murat efendim chiqib xuddi kechilik o'tkazgandek naqsh etib ketdi. Deb anglab. Ondan endi sizga gap qoldiribdim aras. Shunga ikkimiz aşağı tanishib ketdik. Paranglashib ketdik. Angiz shularni so'rsam siz deb berdingiz. Endi siz ma ekran chiqishga qo'shilgandan keyin men qaytadan yana sayfingizni kirib qezib etdim. Vay titretdim o Instagram sayfanızını. Şunu aylık özüm körüp, özüm hayacanlı bulmay. İli oluşum köksüm. Qaran, manımı da qıptı qaran. Qaran da bir kızım köksüm, qaran da qıptı. Bulup maylık Qozog'istondaki ilik usulchi yigitninki momusi. Ularnikini körüp, külüp, qaqaqlab külüp gitdimi? Bir dünyada yaşayapsız sizmiçu, açıp ketdim. Öz aldığa iliq uyingizning içinde bir dünya barpo qilib yaşayapsız. Iliq her qatim program başlagan vaqtki riyosatchilik qilishingiz uchun xuddi ko'z oldingizda yiqib minglab ko'rurmanlar o'tagandek shundoq sifatingizdan chiqib degan shunda go'zal salomni berib shunda qarg'ushlar sizga qarab turgandek hissiyotda amaliyotda ekran qarab qo'yapsiz. Shundoq bir hissiyot ko'nglingiz, ko'zlaringiz bir ishonch boshqalarga berayotgan bir muhabbat ashta hissiyotingizda shu kunki programmani e'lon qilsiz. Taklif qilgan odamni e'lon qilsiz. Xuddilik bir xil gulduras olqish chavaqlar ichida his qilayotgandek. Demak siz tasavvurlarni hammani qilasiz ashada. Shu tasavvurni qilmasangiz sizning ichingizni u narsa urg'ib chiqmaydi. Şuna ben oyladım ki bu Şemşinur Hanım bir dünya yaratıp yaşaptı deb. Sizge şunda qayıllığım açtı qaran. Rahmet. İkimiz bir-birimizni maqtab, maqtısı hoş oldu ekan deb maqtışıp ketibmiz.
Əməliyyatda şunda qısa buludu ki, mana ya nurg'ulg'a odamlar borchu, e'tirof qildigan ko'nglida, ammo og'zidan chiqolmaydigan. Og'zidan chiqolsam, meni tuvan ko'rib qolarmi yoki meni e'tiborsiz hisoblab qolarmi yoki qarshi taraf eshib olarmi yoki kibr paydo bo'lib qolarmi deb o'ylaydi. Amaliyotda undaq emas. Undaq tushunchadan hech qaysi so'z bermaydi. Aksincha, intayin go'zal bir munosabatlar shakllanadi. Ben Endi şunu shu söyleyeyim. Hı. Bir adam yoki bir ishdan biz bir go'zal his tuyg'u sezsak, men deyman, mushu insonning yoki ishning haqqi, buni berishim kerak. Masalan, men odatda mijozini ancha yaxshi ko'rib ketmaydigan birasining bir kiyimi shundoq chiroyli yarashib, shu mening ichimdan undaqla o'tgan bo'lsa, cho'qim men berib, kiyimingiz shundoq yarashibdi deb ichimdagi hissiyotni ifodalayman. Chunki men deyman, mushu boshqalarning bizga bergan go'zal, yaxshi, ta'sirli hissiyotlarini ifodalab, shuning omonatini berishmi bir mardga kirdi. Doğru. Plastik xuddi shularning haqqiga xiyonat qilgandek bo'lamdiki deb o'zim his qilib, shunga doim shu bo'lsa, xush bo'lgan, meni xush qilgan, meni ta'sirlantirgan insonlar bo'lsa tip devasamki deb tirishimi, shuni bugun sizni maqtash bilan boshlayaptim. Shu mening tip balangizga. Endi shu sahifangizni ko'rdimki, siz nurg'ulg'an dunyoning har qaysi yerdagi Uyg'urlarni o'zingizning ekraningizga olib kelibsiz. Ular bilan siz burun tunishamdingiz yoki shu qiziqishlaringiz, endi havaskorning havasi deyli, sizdagi bu havas alamat havaskan, havaskorning havasining havasikan u. Muşdan kirgandan keyin, keyin shu kishilarni siz o'zingizning sahifangizni yaratgan kishilarni shundan keyin topdingizmi yo burun tunishamdingiz? Bu endi men buni bir qisqa hikoya qilib so'zlab beray. 2016-yildan boshlab chet ellik Uyg'urlarning kayfiyatimiz qanday bo'lib ketdi, hammamizga ayon buni so'zlab o'tamsaqmi? Men shu kunlarda ashunchalik o'zimga bir tasalli bo'ladigan narsa topolmay juratdimda. Televizorni bir kuni o'tirib xabar ko'rsam, kayfiyatim texmi yomon bo'lib ketdi ekan. Meni bir xush qildigan bir narsa tepib ko'ray deb u yoq bu yoq aqtirib o'chaqlarda hech qanday bir yangi san'at nomerlarim chiqmaydigan bo'lib ketgan vaqtlar bir yangi YouTube qo'yilgan, yangidan qo'yilgan bir naqsh uchrab qoldi. Shuni chekib qarasam, Uyg'ur ismi degan naqshga shuni bir bola shundoq qilib, Uyg'urim deb turib aytayotdi-da, heliqiningga qarab o'tirib, men bilan kuch oldim heliqiningdan. Kuch beryotdi, ilhom beryotdi, tova deb bo'lib, bu qachon qayerda aytilgan deganligini his qilolmay ichi kirib ketibman-da, naqshning. Naqsh tugagandan keyin, oy, bu kim u endi? Bu vatandozlar nada undaq meclisga mushlab Uyg'urim Pəxrim deb turib aytoladigan shipat deb bo'lib, bu yo'ya keyindagi xatlarga qarasam, bizning shu Qozog'iston diyoridagi suyimli Uyg'ur qarindoshlarimizning farzandiki, shuning bilan ancha-muncha yo'llarini, amallarini qilib, u bolaning telefon WhatsApp nomerini topdim. Shuning bilan WhatsApp nomerini tepishdan burun yo'ldoshim ikkiyadan deyishib, shu bolani men mesela Qozog'istonga berib, o'zim bir sayohat qilish orqali biroz kayfiyatimni yaxshilab kelaychi deb qizimni elib mansam, men bilan qizim ikkimizning masalasi bo'ldiki. Mush Qozog'istondagi bolalarni qizim bilan men olgan biletimning pulini mush bolalarimizga bilet etpasak kelsa, mendek mishada 300 Uyg'ur qarindishimizning ko'ngliga biroz bo'lsin bir ma'naviy ozuq beralaydi ekan. Men mushning bir tirishib baqaychi deb aşı bola bilan aloqalashdim. Endi bu bola meni tanımaydı, bu meni tanıp, belki aniqlaydı. Ashuna qilib javobini bergicha men bir savrchan bo'lay deb nayt oddiy qilib men shunday Shamshnur edingiz bo'laman Kanadaning Vancouver shahridan. Bu shunday ahvol bilan sizni kesgan degan umidda kelalasizmi deb yezib, endi bu bola o'ylashib, birapta ota-onasiga maslahat qiladi. Aqcha meni har xil taraflardan aniqlab tegimga yetadi, ondan javob beradi deb o'tasam, ma'qul degan xat keldi. Derhal geldimi?
Derhal maqul, kolum köksümde Uygurlarım Unda üçün dep yaxşı. bezip koyuptu. Ya ele qancha pul verisili maňa degan gep eşitdim ýokla maqul depdi de. Heyran kaldım oturup. Bir Liq turup sebepsiz, şersiz beğişlaş duygusu ge o balamsa. bir turup deymen bu oylaşma maqul dep koydumu deymen de emdi yana bir turup şunçilik içimden bir söyünüş ba. Hem o söyünüşnüň ensirep durup birden bir git kalam diye dep o söyünüş neme deseniz tova biz meyle Liq dünyanın düşbeklen bolup nerede oygansam yoqap gitärmi dep oýlapsyz da. yoqap gitişini şundaq ensirep o taraf ötemey vatymen de bu bundaq bolmaydy degen bir neme besip durup da Liq meni əsli normallyk, təbiilik sizge bir xil normalsız tuyulgan gep bu wagtda. Şundaqmı? Əsli biz orası. bir-birimizge aşna mehribandıq, aşna işnetdik. Bir kim bir nimeni yüregden çıkır talep qısa maqul dep hoşallyk bilen iliqi qabul köretdik. Əsli bu bizdeki karakter idi. Bu bizdeki normallyk idi. Bu sizge bir normalsız bilinip qawatydy hazır. Şu xil psixikanızda. Şundaqmı? Şunda bulap kaldı. Şuna bilen turup içimde deyme Hudayım bu muşu güzel hissiyatını menden tatıp almagaysa muşu bala men Bu düştün oylagandek oygudup bolsun. getmegeydim. Bütün bir Uygur bir aileliğini his kıldırdı. Muşu güzel hissiyat menden ketkanmısın dep şunda aqaqdan gep yazışkım ensireymen de aşağı turup ben yana turup Kanada'nın nädikenligini bilemsiz dep baktım bilmeye dep saldıma dep. Şunda kılıp qarsam o balının aydı tüzsüzlam meni bir üzünün ammatsidek, hetisidek körüptü. Uygur boslan men berip men şu Uygur halkının bir sanatkary tutsam, Uygur üçün bir hizmet kıldıgan pursat bana kewassa, men nime dep makul demeymen de degen wagtda berip, ana degene bu bala oýlunup derhal jogap bersinmi, jörügüden çykkan jogapga bu maňa nisip bopdy bu jogap dep. Çünkü Şu iliqi oýlanyş ketmeydigan işçide mängü emas. Davamlıq saqlanıp kelatgan bir hissiyat. Eger onda hissiyat bolmagansa o jiq oýlanyp, aldykayny däňsep jogap beredi. O aslan qalbide ba tuýgu. O näsi ba. Onda buga onu oýlanma ilişba degen gepde tabii. Etkende. Keyin anaki dedim siz acep bir eniqlap sorap nem tegimge yetmey kim o demeyle maqul dediniz go'sam Şengen tutsam deydi. Tova bu Hudayım nisip kıldı maňa bu bir şundaq jyrak ýerden kömegen bilmegen bir Uygur balymyzdyn şundaq bir küçük mehri muhabbet dep şundaq his kıldım şunu bilen bütün wujudum bilen müşediki qerindaşlarym bilen mesletişip jürüp bu balny yine de bir agensi bilen çakırttık biz müşede bir çay kılıp jygyş kısak muş ikisi özünün aşı talanty bilen bizge bir manevi ozuq berse, bir teselli berse, közün jyrak köňülden jyrak bolup ketdi. Bundaq artistlerimizin, sanatkarlarymyzyň közümizge sürtküdek boldyk, unutuşgymy başladyk. Şuna muşda kese biz körüp anandykine özümizin Uygurlygymyzyň näqadar süýümlikligini, bizniň medeniýet sanatymyzyň näqadar güzelligini gaýtadan men anlagandan bir kögen äla dep muşda buldagan boldyk dep ular uýakdan biz bu ýakdan şunçilik tirişdik. Äpsus netije kандай bolup kaldy deseň bu ballar çet elge çykyp bakmagan ballar bolgaçka Kanada konsuludan viza beremey kaldy da. Şunu emdi köňlümiz ýerim boldyga ýekerdi. Muşu Vancouver'da bu ballarny hatta aile sayahatlerini emelden kaldırıp saklap atkan qeyrindaşlarımız batdy. Ular üçin köňlüm ýerim boldy. Özüm oturup jyglap ketdim. Bu iki balny men ornudan toguzup koyup, "Vay Kanadaga kelinglar" dep, "Emdi viza bermedi, oturaňlar jaýyňlar, oturup kelinglar." Desem, şu bir yaş ballarny bir xil roýuny düşegendek bolup kaldy. Men dep bir xil içimden şundaq eğri ketdi de bu. Oturup peýde kolam işe barmay bir iki gün aşna bolup kaldym. Şunu bilen ýoldaşym işden keldi, şu ahwalymny kördi. Andan oturuplam ma kızımızdan mektepke bardyganга ýani bir 10 gün barken sen mındaq otlasaň hiç nime bolmaýdy. Bagyn ýenige berip şu ballarnyň kandaq teselli bereläýse, özüň kandaq teselli tapalaýsa,
Şundaq şu işni bitirip gel. Qara biletni, ätiniň bileti bolsa, ätinikini al. Maň bundaq oturup işni kılanmaysa sen diýerdimiş paňat kallam içilgandek bolap. İyi. Oy şundaq Şunda qılıp kollagana yoldaşınız da iyisin. şu rost eýsiz meniň nim iş kılgan bolsam keýnimde şu ýoldaşym bar, şunyň tagdek ýüzüşi bilen kıgıla budu dike bir işni. Şunyň bilen biletimni ap digen rost digendek elip, lam edik şyky balny kışyk ündüm. Ulam hiç tonumaydygandek emes, men aşy wetenge barsam özümniň indis aldygy çykgandek. Oy Huda, elimi ýaşmyş Kazakstandaky Uygurlarymyz bolup gapdyke. Közüni argandan kar, nime? Kargony Közünü ayırgan Hudayım hasydını ayırmaptı. asydyny armapdy digen moşugo dep o bala bilen görüşüp nim üçin bagalygymny dedim. Şu banady meniňmi apamnyň hedisi batdy. 50-nji çık ketken, şu ýerde balları togulup, o ballarny o apamnyň amma apam hemde her ýyl apyryp meniň bir däwirde tuqqanlarym bolady. Bizge köstüp, ýa tonuşdyryp kyp goýgan. Lekin birsiniň WeChat numary batdy ýok, keyin o WeChatni işletmesi bolap, şunyň bilen alaka numary mende ýok bolup galganda tuqqanlarymdy depişdim, bek çoň ümidim ýokdy. Lekin bir güni bir restoranga tamak ýegeli kirsem, aşa restoranyň Rüstem dep okymyz. Restoranyň igiske hojaýynike ýenem kep siz vatanyň kelgenma dep paraňyşlam. Tuqqanymyz barmy, tuqqanlaryňyz ýokmy diýdi. Ba, lekin ma işletmeýdigan bolup gapdy hazır desem, ekleňe maňa beriň dep 5 minutnyň içinde tuqqanymny tippädi. Benim de yaxşı. Bilen apamnyň hadisi hamma apam tügep ketken, şeýle wagtda aňlap ýör. Kılgan şunun bilen, o balla bilen, hemmisi bilen berip bizi körüp, yoklap jügen akalarım bilen, enilerim bilen, yetti oğlu battı, yetti biz tutkan qarindaşlarım. Şunu bilen körüşüp, aş amma apam tutkan öyledi, oturup, ular bilen bir üstellerde tamaklarını yiyip, o fırsatgeme igi boldum. Muşu, men izzep bağan Möltcan degen bala, meni üyüge apadı. İsminin Mevlutcan mı? İsmi Möltcan Tohtaxunov. Mevlutcan Tohtaxunov. Nakçı bilen tonuldu. Men şunu bilen tonudum o balny. Edik öýkürdim bula ýerkentlikke. Birden özümge men ýerkentde demisem unutup gabatyman-da, Guljudy dek his gabatyman. Edik Gulju telappuzudyky gep sözler, Gulju pasonundaky öý tutuşlar şunçilik ýykymlyk. Edik atanysynyň men tonumaydygan bir öýge men şunçilik rahat kirişim, ulanyň şunçilik özünün bir sığınsı kelgende karşı elişleri aşu konduk bizni kondurup kaldı mehmanxananın gepini Köz aldığım kekit vardı. şu bek suyumdek şunda edimizin tonunun acayip okşaydı kendinden hazırgıcı başka eşlemini seğinmay şunu seğineme. Aşında kılıp bek çıraydık kütti keşte toylağa apadı anam diken Möltcan oturup aşım şek teklif kılgan balı ba yani özlerinin hoşuna yakın alagenleri ba oturup saat 3'te dutta bilen nakş etip bedi. Yine de Geç saat 3'te mi? Hasancan dep tembirçi. Asika tembirçi dep koyduk ya o balını. Moşelik nakşlarının mezmununu anlaydıgan bolsanız şunçilik çoğunkur menlik musafirlikni eysi jığlayma, ata-ana toğırlıkni eytidi jığlayma, vatan toğırlık nakşı eytidi, Uygur oğlu men dep eytidi. Moşun nakşlarını oturup anlawatyma, bir xil okşagan tamakny ýese adam en söýgen adamlaryga bir tatyşy diken bu. Analar Şu balalar. aşnakşan anlap bütün Uygur'un hissiyatı tatıştınız da ha? Moşu çeteldeki Vancouver'daki qarindaşlarymga şunçilik tatıştım, aşlarımı anlagan bolsam-da, asly muşikisi berip, muşun akşlarını hemmeýden anlaýdygan iş tuq emasmy dep, şunçilik tatıştım, nakşlarga çökýän. Sınıp. Ve siz önceki buğa yedi manga okşaş yığılğaq ýerde buğamsam därýa bolup eqip gitmek. Oy, jığlıgylym diýdi maňa bularmy düşünüp durup atdy. Gep söz üntünsiz paraňlaşgylym boldy eken. Muşa adam digenge bäzi wagtda gepmi ketmeýdike. Men muşu bolar bilen üntünsiz paraňlaşdym go. Muşu qulamga qagazlarny ekep berip, hede jığly bilen diýdi. Men şunda hyjy bolap korunup duratdym da bu baldy sorsy men nimelerni dämen dep.
Şunun bilen içimde oyuldum tova. Biz muş bir Uygur qarindaşlarımız bilen gep mi ketmeydik ya? Sükut turup mu paranlaşa alaydık jim turup mu bir-birimiz bilen hissiyat almaştıra alaydık emez. O dünyanın nerede tuğulgan bilen hiç qanday nememiz, mehr muhabbetimiz çekinip kalmaydık ya. Dedim şundaq təsəlli berip atıdı bu fikrimiz. Meni tushunib turayotgandek yana bir naqsha aytib beray sizga, yana bir naqsha aytib beray deb shundoq ovoz degan o'sha Mavludjonning ovozi shundoq herib ketdi, bilib turyotiman. Keyin men har bir naqsha tugagandan buyon shuni bilan oxirlash deb qolmasdi deb men shunday tilab o'tiryapman. Shundoq qilib u Qozog'istondagi kunlarim nihoyat ahamiyatlik. Xuddi telefonning mi tugab ketsa telefonga to'qqachilagandek o'zimga men seg'ingan energiyalarni qarindoshlarning mehr muhabbatini men izlab yurgan bir so'ygilarni o'zimga liqqida qochilib olib o'ngishilib ro'yjatdim qaytib keldim qizim bilanmi qizim mashtaq deydi-ku apa men Qozog'istonni bek yaxshi ko'rdim boshqa sayohatga apaga yerlarimga o'zi selishtirib deydi-ku mush Qozog'iston safarimiz bek yaxshi bo'ldi men bek yaxshi ko'rdim deb shuning bilan qaytib kelgandan keyin bu men anglab men suyungan ashadiki sevgi mehr muhabbatdan mush qanday qilsam boshqa yerdagi qarindoshlarimmi men olgan narsalarni ilib ularmi manga o'xshash biroz bo'lsin bir ro'y tasalli topadigandu deb faqat kallamdan chiqmay o'yla u yoqda u bola o'ylayotadi oxiri bu bolalardan so'rasam nega bora olasizlar sizlar vizashmay deb so'rasam Turkiya deydi voy xudo shunchalik xush bo'lib ketdim bizning Turkiyadami shundoq seg'inish o'tida kuyib o'tgan qarindoshlarimiz boshqa hamma yerdan tekshiradijiq unda bo'lsa biz hammalar birlikka kelib hammamiz o'zimizni bor kuchni o'tirg'a qo'yib fikrlarim shu İstanbulga beringlarmisa İstanbuldami sizlar berib xizmatini qilsanglar sizlar suyunadigan sizlarning bog'ininglardan mehr muhabbat ilib suyunadigan nurg'un qarindoshlarimiz bor degandan keyin bu bolalar chataq yo'q ada bizga uyg'urlar bo'lsa bo'ldi biz xalqning san'atkori xalqimiz nada bo'lsa shu yerga berib ishlash bizning shundoq go'zal burchimiz deb bu bolalar yana mendan hech qanday haq talab qilmay kecha kunduzlab mashq qilib mening iqtisodimni men shu vaqtda sponsor bo'lib beray bu bolalarga hammasi yosh bolalar endi o'qiyotganlar bor ichida endi o'qishni tugatayotganlar bor turmuşlarida bir qo'shimcha chiqim bo'lib qolmasin elimi o'zida bor shu talantni biz seg'inayotgan mehr muhabbatni o'zida bor narsaning hammani belgilayotgandan keyin sponsor biz bo'lib beraylik bu bir yüksek qimmat dana o'zida borni beg'ishlash degan u yüksek qimmat to'g'ri shuning bilan bu bola bilan deyishdik İstanbulga boradigan bo'lib No'ruzga to'g'rildik shu No'ruzni borsak shundoq yaxshi vaqtga bordik ekanmiz deb u bolam shundoq dedi endi bu bolalar hammasi Yarkentda qoro joylari bor qorolarda mollari bor o'g'illar bo'lsa shu qoroning ishlarining hammani zimmasiga olgan shundoq yigit bolalarda oilalarida muhim rollarni o'ynayotgan bu bolalarning shu vaqtida endi boshda biz 10 kunni o'ylashdik shu yerga berib 10 tiyin tapmay Qozog'istonda tepatgan pulini to'xtatib qo'yib berib kelishiga ota-onalari tunsiz men bilan aloqalashmay turib mening bir rahmatimni anglab boqmadi hozirgacha shu ota-onalari bolam biz sizlarni shu xalqning san'atkori bo'lsin deb shundoq yetishtirdik beringlar sening qo'linglardagi sozlarning qurolinglar bo'lsin berib sizlar shu sug'an qarindoshlaringlarga suv bulab kelinglar deb bütün uyning ishlarini dadillar ustilariga ilib mushu bolaning uyda oilada yo'qligini chandırmay oilasi keynidan mushunchalik bularni qo'llab berdi bu bolalar toza boradigan oz qolgan vaqtida mushu pandemiya shunchalik virus yuqumni deysiz-ku sizning davatqingiz 2020-yildagi No'ruzningki mush oldimizki mushu virus vaqtidagi No'ruzningki tayyorladik-ku ha bu bolalarga biz berish bildini 3-oyning 15 oldik shu boradiganga oz
Қалған вақтыда шончылык bir күнгі хабар bilan bir күнлük хабар оқшымайды да. Başlamış Kanada jimjitdi. Birdamdilam Kanadada payda bo'lib, bizni sirtqi chiqarmaydigan uqtirishlarga chiqib bo'ldi vaqtcha. Men boramaydigan bo'ldim. Lekin u balla u Qozog'istonda, endi Turkiyada u vaqtda yana biroz ahvol yaxshi bo'ldi-da. Unda chegaralar to'silib ketmadi. Shuning bilan bu balla mushu mening yana bu ballaning bir tarafini tilga olgim keladi. Men sponsor bo'lay. Men nima qilib olay? Men sizlarga sponsor, bundaq iqtisodiy chiqimlarni biz ko'taramiz deb deymandamdi. Desammi, yana hammasi nimaga tirishidi desangiz, qanday qilsak, mushu adimizning pulini tejaymiz, biz isrof qilmaymiz. Bir tangisiga necha tangilik unum yaratib beramiz deb hammasi shuning uchun men talab qilib boqmayman, lekin ashuni ko'rma, iliq boladan. Aşı sizning qo'llagan aş yordamlaringizni bek tejashlikdan joyiga yetkazib 1 liradan 100 lira, 1000 liralik qimmat yaratishga tirishdi-da. To'g'ri. Endi masalan, voy iqtisodiy chiqimlarni biz ko'taradigan bo'ldik degandan keyin, voy Kanadada dollar topganka bular. Bir yana ijara appasini shu yerda kankishada rahat mashq qilmamdiq, olazim, malazim desa, balki men ishning beshini boshlagan odam bo'lganki oxirgi chidab chiqara qo'ydingiz. Lekin shunda qilmay ichida bir bolamizning o'zligidan u o'yini chiqarib, qolganni jiroq yaqindan, Yarkentdan Olmata degan Urumchi bilan Qarmaydak, Cho'chakdak ashtaq bir orliqga shu yerlarga kelib turib mashq qilib, bularning mashq qilishimi ajoyib bir go'zal bir jarayon bo'ldi. Shunda qilib kech kunduz tayyorlik qilib, oxiri bordi. Kelishmagan yerdan toz konsert qo'ydigan kunimiz 18-19 2 kunni bekitgandik. Zalni ishlatishni to'xtatdi-da, endi ishlatishga bo'lmay qoldi. Shu ko'p odamlar bir yerga yig'ilsa bo'lmaydi deb cheklim qo'ydi-da. To'g'ri. O necha yuz kishilik zal kendik, unutilib qoldim. Shuning bilan zalni bermaydigan bo'lgandan keyin bu bolalar onun oldida men Qozog'istonga borgan vaqtimda mushu bolalarni Kanadaga chaqirib, undan keyin boramaydigan bo'lib qolib, ko'ngli yerim bo'lib qoldi. Men bir tasalli bergash, mushu tirishayotgan men berib bu bolalarning endayin bir tirishchan bolalar ekanligini o'z ko'zim bilan ko'rdimda. Mushuna tirishchan bo'lgandan keyin bularni bir yo'lab azroq ishtirib qo'yish naytda bir yaxshi ish ekan. Men bu bolalarga shaxsiy emas, o'zimning Uyg'ur millatining san'atiga qiladigan qilsam, bu bolalarning yanchiga kirmaydi ekan deb o'ylab bularga men mushu Mo'litjonga naqsh yozg'izib berdim. Xalqim degan naqshni yozg'izib berdim. U xalqim degan naqshdagi tekstmi shoir bolamizning ismimi Mo'litjon To'xtaxunov, har ikkilisi Yarkentlik ismlarim o'xshaydi ikkisini. O bola bilan qandaq tekst yozg'izgingiz bor edi degan vaqtida men o'zim shunday paranglashgandek yetkizdim. Mishada Vancouver'dagi qarindoshlarimiz bilan o'ttasaq tursaq qilishgan paranglarimizning meg'izini yig'inchoqlab o'zimizning orzu armonlarimizni yig'inchoqlab shu bolaga yetkazgan bo'ldim. U bola shundan bu tekstni shunda chiroyli yozdi. Kompozitor topdik. Qozog'istondagi eng oldida ketayotgan kompozitorlarning birisi Ilyar Mashurov degan bolamizni tepib, berib ko'rishib, ahangini u bolaga yozg'izdik. Shuning bilan bu Mo'litjonning aytadigan bir xalqim degan yangi naqshisi hayya bo'lib bo'lgandi. Agar Vancouverga keladigan bo'lsa, bizning shu yig'ilishimizga mushada so'q qilmoqchida. Shuning bilan bu bolalar endi biz bundaqla ketib qolmayli, nurg'un pulni chiqim qilib keldik. Mushu MTV'sini tushirib ketayli. Bizning Uyg'ur qarindoshlarimiz yashayotgan, bizning ikkinchi vatanimizga o'xshash, o'zimizning jutidek bir yer ekan, xotir bo'lib qoladi. Ko'rgan Uyg'urlarimizning ham suyunadi deb bu bolalar bir kunnimi chiqib sayohat qilib bir yerni ko'rishga ishlatmay, shundoq japoda nega bo'lsa bu yerda ruxsat qilinmaydi, suratga elish qaytirib necha yerga berib ish qilib ruxsat og'ida tushagili bo'ladigan bir yerlarni tepib yurib, ashuna qilib ikki naqshining
немесіне суретini MTV'sini işlep gitti de. tushirib qaytdi. U kunlarda tuyuqsiz sovuq bo'lib ketdi. Qaytadigan vaqtida o'ydamagan yerdan aeroplanlar amaldan qilib, voy endi qanday qilamiz deb, voy mening u chog'dagi mening tatgan dadim 10 bolasi bor. Analarni eslab ketdim. Voy bechora anda 10 bolasi bor. Mushundaq o'tiribdi endi bularning qaysisini Yürek. nimasini o'tida Fatih kuyaman Bulay. deb ensireymen deb her birisini dunyoga tegishsiz esil bolalar ota-onalar ko'zi qarab turgan. Aşı bolalarning birasiga bir kasal bir narsa bo'lib qolsa, men qanday qilaman? Qanday Kechi muhta telefon O qilaman. özünüzдің болып qilishingizни qabul qila olasiz. Siz sababdan bolalarning bo'lib qilishi sizga bek ig'ir zarba bo'ldi. Uni qabul qilmoq bek tez. Şu O'zingiz kechirolmaysiz. Kemmaydi qulamda telefon silib borma, saqmisizlar. O'ylamagan yerda u bola qish bo'lmaydi deb neps kiyinib beribdi ekan. U yerda tuyuqsizlar mava o'zgarib to'nglab unda nepiz jumangda qilin kiyininglar deb bu bolaning oldiga mush o'zimizning vatandan chiqqan bolalarimiz, qizlarimiz oldidan chiqqan. Men shu Qozog'istondagi bolalarni yig'ib Turkiyaga berib o'yin qo'ysa bo'ldiki, men shuni bir qo'llab iqtisodiy jihatdan qilsam bo'ldiki deganni o'ylashdiki, yana bir sababim İstanbul'dami, Turkiyadami san'atda talanti bor yosh bolalarimiz mushlar bo'lsa, tunishib qolsa, bular do'stlar bo'lib qolsa, o'zaro bir-birining kamiyalarini to'liqlab bundan keyin munosabat o'rnatib qilib qolsa, bir yaxshi boshini shu qilamiki deb bir tarafdan shu orzuda bo'ldim ham shunga tirishib u amalga oshdi. Shuning bilan bu bolalar baga vaqtida ashada Abduvar deb inimiz bor, gitarchi chashlar bidra mana tunumdi keslar. Shu bola anadagi usulchi Maryam Umaq deb o'zimni bek Umaq chiroyli qizimiz. Shular yana boshqa bolalar bor, Qahar degan usulchi bola. Hammasi oldiga chiqib, urug' tuqqanlar kelgandek. Kamiljon bor, operator. Mushu bolalar shundoq chiroyli, ega bo'lib, ketkicha uzitib qo'ygacha. Hatto bular keyin anglasam, ko'rishadigan vaqtlar, uzitib qo'ygan vaqtlarda yig'ilishib turib arilib. Xo'shishibdi-da. Cho'nqur bir-biriga mehr tushibdi. Ta'sir qoldirishibdi. Qolib ketdik. deydi. Shunday qilib uzatdi. Keyin andan keyin mangadigan vaqtida Qozog'iston davlat o'zi bir aeroplan chiqarib, hamma davlatlar o'zlarining davlatiga olib qaytdi-ku odamlarni. Shunga o'xshash qilib bu bolalarimizni olib qaytdi. Voy aeroplanga chiqdingmi, uchdimi deb o'tasam Qozog'iston kelsa oldidan qizg'in qarshilab kiyimni kiyganlar aerodromdan udoliq chamdonlarni so'rtib olib chiqyapti karantin qo'ysa bo'ladi. Voy xudo, sabrimizni sinayotamda Allah deb men bu yoqda o'tiraman. Ular menga mening qanchalik ansirab o'tirayotganimni biladi. Ansiratmaymiz deb bu bir yaxshi fursat bo'ldi. Biz yaxshi mashq qilamiz, siz ansiramang. Bütün çalgı asoflarimiz yenimizda. Bir yerga kelmagimizmi, tasbihlar bir yerga keldik, usulchimizmi bor, aramizda sozchimizmi bor. Biz mashq qilamiz deb 2 haftani saat bo'yicha o'tkazib demek bir qulaysız şaraitni qulaylıqqa aylandırıp hesaplamda afetni omadga aylandırıptı ular, ha? Shu adamning kayfiyatini tanishga pek yomon ular. Shuning bilan uyga qaytgan kuni men zotlarni ota-onalar bilan kirib ko'rishganlarni men ko'rib anan keyin ufdayman bir oy andish ichida o'tdi-da. Shunga qarsam hammasi uyga kirib ota-onasidan ko'rishgan yerdan video eplanmaga avatadi. Deyman. Shunga aşık pandemikning toza yomon vaqtida bu bolalarga men dedim, bolalar mushtaq virus taqaydi, hayada xotirjam bo'ling, bizga yuqmaydi. Biz berib mush vazifamizni o'tab kelamiz biz qarindoshlarimiz uchun. Qo'limizdan mush kelganni qilib berib inib keldigini deb ketaverdi yosh bolalar bo'lgandan keyin. Shuning bilan u bolalarni sog' salomat ota-onalarga topshirib oldim, sog' salomat kelib oldim. O'zim gerçi ota-onalar bilan birdan so'zlashib rahmatimni aytamagan bo'lsam, ichimda mushu bola tayyorlik qilgandan boshlab ota-onalarga aşı bolalarni
cho'ng qilib mushundaq to'g'ri bir inson qilgan ashiyadagi Uyg'ur jamoatchiligiga cheksiz rahmat aytib o'tdim men. Hozirgacha shundaq rahmatim bor ularga. Bizning bu yozdagi Turkiyaga konsert qo'ymoqchi bo'lgan hikoyamiz mana mushundaq. Shuni ular qaytib keldi. Keyin Mo'ljan anandan keyin shu qaytib kelgandan keyin u bola uy ketib yo'q qilgandan keyin bu uyda o'tirib karantin toza eg'irladi-da. Hatto ishdan to'xtab uydan taloq chiqmay o'tiringlar degan vaqtlarga keldik. Shuning bilan Mo'ljan ne dedim-da, Mo'ljan men bir kuni telefonni aqtirib yurib kommunar tursun deb bir bola bor. Qozog'istonda Uyg'ur balamiz. Shu bolaning nani chekdim, ish uqmayman bir yerlarni chekib yengidan Instagramga kirib qayerni qandaq bosida uqmayman ish qilib Mo'ljan uni qilib buni qilib akirib qo'ygan meni. Yani bossangiz ashadi mening naqshlarim bor anglaysiz deb. Shuning bilan qarsam bir yer kirib o'ltiribman oldimda shu video bir-birimizga video qilgandeklar turdi-da, mobilni meni ko'rib o'ltagan o'xshamamdi. Nani besib oldim deyman. Shunda qilsam, u bola shunday onlayn konsert o'tkazib yetibdi-da. Ko'rganlar o'zlarining nimalarini, gullarini avatishiyotdi. Nima maqtab gaplarini yozyotdi. Turib, birini ko'rdim. Mandamda qilib qolsam, hech meni ko'rgandek emas, meni ko'rmaydiganman, o'tirib mushtaq rahat o'tirib ko'rsam bo'ldi ekan-ku. Deb bir qitim ko'ribdim, ichimga jin kirdi. Men Mo'ljan aklanmadim deb yig'lab shumay ekranga chiqmamdim hamsa. Deb shunga Mo'ljonga desam, yana Kanadaga kelamsiz desam ma'qul degan o'xshashlar. Ma'qul deb qo'shildi. Qachon desam shu vaqt bo'yicha tayyor bo'lib men borgandagi naqshlarni aytib biring, ashlarni mush Vancouver'dagi angsiga bütün dünyadaki Uyg'urlar anglisiga degan orzuyim bor dedi. Dedi. Shundoq chiroyli tayyorlik qilib chiqib o konsertni o'tkazdik. Bayatan siz ko'rgan Instagram'dagi konsertlarimdan birinchisi shu. Mo'ljan bilan boshlagan. Ash kommunar tursun fukamg'imi. Meni cho'nqur rahmatim bor. Meni hozirgidek shu holatga akilishga beshning boshlanishiga sababchi bo'lganlar bular. Shuning bilan asta-asta shu Qozog'istondagi bolalarning tunishtirishi bilan, tashabbus qilishi bilan u yerdagi artist bolalarimizni birdan tanishga boshladim. Vatan sirtidagi bolalarmi bir-birini ko'rsatib, Abduvardin Istanbuldagi bizning suyimli marhum artistimiz Turg'an Umar akamizning o'g'li Shadimon Baki hadisi bilan u bolani topdim. Yana shundoq o'ylab ketibman, tova, ko'zini arganni, hasidini aramabdi deb. U san'atkor ustozimizni arnab qolsak, bizga deb bu bolami shu siz kim o, qanday konsert bu demay taklif qilsam, ma'qulada mush fursatni menga berganingizga rahmat deb ichimdaymi, o'g'il bola yigitkansan-ku sen. Deb shundoq suyunib ketdim. Chiqdi u bilan kim bilan o'tkazgan, Shadimon bilan o'tkazgan konsertimizmi. Xuddi marhum Turg'an Umar apandim bilan akamiz bilan o'tkazgandek bir konsert bo'ldi. Hozirgacha seg'inaman. Shunda qilib asta birdan tepib qezib chiqarib Instagramda konsert o'tkazishga boshladingiz-da. Har bir ishning jarayoni ko'ngillik bir xil suyundim. Eng jiq o'ziragan adam o'zimmikanmi deyman. Bu yoqdan kulguvchilarning rahmat maqtashlari, gul avatishlari, bu yoqdan bizning san'atkorlarimizning mush fursatni bizga berganingizga deb men mush san'atkorlarimizning xalqim uchun deb tug'anligini ko'rgandan keyin bularga texmi bir kengroq sahna yaratib, maydon yaratib berishni o'ylab qoldim. Buni oyat aytamiz, mayat aytmaymiz demaydigan. Kichik Instagramning ekranini cho'ng biladigan, cho'ng necha ming kishilik, 10 ming kishilik zallarni cho'ng biladigan, kichik bir odamning hissiyotini cho'ng biladigan,
bulardaki xalq üçün degan hissiyatdan mishadi ekan. Bular sahna ayırmaydı ekan, kögüç ayırmaydı ekan. Özünü bar narsani taqdim qila olsa, birga taqdim qilasiz, birga 10ga taqdim qilasiz, 10ga xo'sh bo'ldi ekan degan hissiyat kep sizda. To'g'ri, to'g'ri. Shuning bilan bu san'atkorlar yuqori energiya, aktiv energiya taqatquchi, bular xafaligi bo'lsa o'ziga xo'shalligini o'ziga eng aktiv energiyani bo'lsa xalqiga beradi deganni men taklif chiqqan artistlarimdan ko'rib Shu narsani shular his qildiribdi sizga. isbotlanib mandi. Kimni taklif qilsam, hatto Feruza Jalolova donglik artist. Bu Instagramda konsert o'tkazsangiz, birdan to'r ketib oldigan. Masalan, mening to'rim yaxshi bo'lgan bilan qanday vaqtida qanday qiladi uqolmaydi ekansiz bu to'r degan narsaga. Ashundoq bo'lsa-mu, voy, mushta ketib qolsa, mening nimamga to'g'ri kelmaydi bu demay, kimni taklif qilsam, kayfiyatini buzmaydi demasdan yoki meningki obrazimga ta'sir yetkazmaydi. Məndə dağlıq səhnalarga chiqqan bo'lsam, manda yerda bir qetib qolgan to'r surati proqram qilish nima degan bema'nilik demasdan aksincha, men ko'rdim, qarab uni ko'rib tunagan, men hayron qoldim. O ichidan qo'ynab kelib xuddi ko'z oldida necha ming tomoshabin chavaqchavotgandek hissiyotini ashta ifodalab, shundayliqi ashta bir sahnaga tayyorlik qilgandek bir xil holatda aytib berdi u naqshlarni. Gaplari shunda tatliq. Bir yıl şu Novruz vaxtida Facebook'larda ve başka toplarda Qazaxstan'dan sənət öməkdən yaşlar kelib oyun qoydikan degan gaplar bo'ldi da. Bo'lgandan keyin bir muncha g'ulg'ullar bo'ldi jamiyatda. O vaqtda yuqum mezgil emasmi? Voy, ish ko'rsa birimiz g'ijak tatibdi degandek, miyada yuqum mezgilda haq jon qayg'usida bular bir oyun qo'yg'uchilik bir ehtiyaclar bir narsa taqib bas bo'lmamdi degandek gap so'zamdi, to'plarni biri oldi. Endi buningga men bundaq qarayman. Namratlar, muhtojlar hamma yerda bor. U yuqum hamma yerda shu ta'sirini ko'rsatdi. Masalan, Turkiya deb aytaylik. Turkiyadami namrat yashaydiganlar, muhtoj yashaydiganlar bor. Lekin Turk davlati o'zimninki muhtojlarimni qusqun to'yg'izay, isil uyga ega qilay, boshqa ish tursin demidi. O'xshashlar san'atiga ko'ngil bo'ldi, madaniyatiga ko'ngil bo'ldi va boshqa narsalarga ko'ngil bo'ldi. Hatto o'zidan ishib Afrikadagi davlatlarga yordam qildi, ularga suv chiqarib berdi. Boshqa davlatlar ham shundoq. O'tganda Dilnur bilan bo'lgan suhbatimizda boshqaning esida bo'lsa, Uyg'urshunoslik jamiyatining qurilib, Fransiyaga har qaysi davlatlardan bo'lib, Yevropa, Amerika, O'rta Osiyodan 50 necha vakilning kelib, o'sha suhbat o'tkazganligi, Uyg'urshunoslik tadqiqoti bo'lganligini hammamiz anglab o'tdik. Shu odamlarning atrofida muhtojlari yo'qmidi? Shular shu yergacha bir muncha aeroplan biletleridan keldi. Mayli u chiqimini davlat ko'tarsin yoki shaxs ko'tarsin, ishqib bu bir chiqim bilan vujudga chiqadi. Shularning o'zlarininki muhtojlari yo'qmidi? Ular nima uchun bizga o'xshash jahonning bir chetida yashab qolgan bir Uyg'urning madaniyatini, tilini tadqiq qiladi? Bu jahon ashtaq tədqiqatlar bilan hamma narsa o'zining yo'li bilan, hamma narsaga teng ahamiyat berish bilan jahon bo'lib taraqqiy qiladi. Bir ishqa hamma narsani kuchimizni, zehnimizni markazlashtirib olmaymiz. Shaxslar orqali amalga oshadigan ishlar bor. Shaxslar o'zi hal qilib keta oladigan ishlar bor. Kollektiv orqali amalga oshadigan ishlar bor. Ham insonlar o'zlari yaxshi ko'rgan sohasiga mablag' silishni xohlaydigan insonlar bor. Shundaqla davlatlarning kuchi orqali amalga oshadigan ishlar bor. Shunga ham masalaga o'zining yo'li bilan baho beraylik. Butun dunyo millatlari qaysi jihatlardan taraqqiyotga muhtoj bo'lsa, biz Uyg'ur millatimi shular bilan teng mavjud bo'lish sifatimiz bilan o'xshashla osh sohalardan o'zimizni kuchlantirishga, taraqqiy qilishga muhtoj. To'g'ri dedingiz, Xadicha. Men mana mushu yo'l bilan o'zimdagi bisimni yengillatib,
özümge bir manevi ozuq tepip, Uyg'urimga bo'lgan söygümni ifodalab kelyapman. Men bundan shundoq qilayotgan faoliyatlarimdan cheksiz mehr muhabbat ilyapman. Söygü ilyapman. Mush yaqinda cho'nglarimiz bek chiqdaydi. Biz endi vatanga berib kelamagan bo'lsak, atrofimizda aşı biz vatandagi sevginayotgan qarindoshlarimiz, o'xshash qarindoshlarimiz bor. Aşılarını urug' tuqqan, shularni atsan qilib o'ssak, yana bir-birimizning o'tini besib ketalaymiz deb. Bu mening mush hayotimda, bo'lib mush bayotinqi so'zlab bayon qilgan hayotimda haqiqatan isbotlanib kelyapti. Ukam, singlim desam, hada deb javob beradi atrofimdagilar. Aka desam, ha singlim deydi, hada desam singlim deydi. Turib, Xudoga shukr deb ketimi. Shunda Alloh ming shukr. Mush atrofimizdagi Uyg'urlardan bizning Xudoyim arimizsin. Her kim o'ziga o'xshash, o'zining qiziqishi bo'yicha, o'zining qo'lidan kelgan, o'qiganligi bor, kasbiy jihatdan. Her kim o'zi so'ygan bir yo'l bilan Uyg'urligiga bo'lgan bir so'ygisini ifodalasa, hammadan tasalli topadi degan mush xulosaga keldim. Men o'zim mush yo'llarni biz jarayonida gap bir-birimizga ishonishdiki. Men endi masalan konsertni qo'yamay chiqimlarimiz o'ylamagan yerdan bayotinqi deganga o'xshash virus sabablik qatlanib men ketib qoldi. Ammo o'ylasam menda so'ygidan boshqa narsa yo'q, huzurdan boshqa narsa yo'q. Nima uchun? Jarayon shunchalik go'zal. Buni jarayonida masalan men ansirtim kecha-kecha tik o'tgan yerlarim bor, yig'ilgan yerlarim bor. Nima uchun shunday bo'lsa men go'zal deyman? Uning hammasini meni yig'latgan mehr muhabbat. Meni ansıratganmi mehr muhabbat. Şoňlaşqa menda hozir qag'ini nim bo'ldi desangiz, o konsertlarning qo'yilmay qag'ini emas, bir o'zim cheksiz menlam emas, bizning oila so'yingidek bir mehr muhabbat bo'ldi. Bu biz bir-birimizni Lekin to'lamaydi. konsert qaran qo'yilmagan bilan, lekin uningdan ortiq bir natijaga erishibsiz. Bu yerda natijaga erishdiki ishning o'zining bo'lishi muhim emas, ashunday kelib chiqqan natija muhimchu. Demek siz şu çaşmakçı bo'lgan şu sevgi, mehr, muhabbetni, şu narsani boshqa yo'l orqali yani erishibsiz, paydo qila olibsiz. Boshqa insonlarning vujudida şu narsani bir-birisiga bahanasini bir-birisiga uliya olibsiz. Demek siz yanıl maqsadga yetibsiz. Güzel bir niyatni o'ylaganligingiz uchun boshqa sabablar orqali yana o'xshash natijaga erishibsiz. To'g'ri deysiz. Shundaqcha qarindoshlarim bilan tanishib oldim. Urug' tuqqanga aylandik biz. Shunchalik ahamiyatli minutlarimiz, soatlarimiz o'tdi. Shunga yanalam men o'zimni g'alaba qildim. Mening o'zimga bir tasalli bo'lgandek, kuch bo'lgandek natijalarim bor deb qarayman. Garchi bu bir kichik ushoq ishlar bo'lsa-mu, men uchun mening hayotimni ahamiyatli qilayotgan, ma'nili qilayotgan, meni baxt his tuyg'usini menga baxt his qildirayotgan ishlar. Shunlashqa jabosi bo'lsa-mu, men yanalam buni yana butun kuchimning berishicha davomlashtirishga tirishyapman. Bo'libmi meni o'sha san'atkorlarning aktiv energiya beradigan ruhi meni shundoq kelgusi go'zal bir yo'llarga boshlab qo'yayotdi. Alloh buyursa men bu yo'lda davomli boraman. Ha qarang, mush gaplaringiz yana nimalarni his qildim men. Ali bilan bizchi qarang, dunyodagi barcha go'zallik, barcha mehr muhabbatni o'zimizga berganmiz. Ali bilan o'zimizni suydiganmiz, o'zimizni qadrlaydi ekanmiz. O'zimiz e'tirof qildi ekanmiz. O'zimiz shu narsaga tuyungan vaqtda, ondan biz uni boshqalarga qus berdi ekanmiz. Bu qiyat qusush degan gap, qusuq ekanmiz. İçimizden chiqib to'kib beralaydi ekanmiz. Shu bilan odam o'zini suyish kerak ekan. O'zini qadrlash kerak ekan. O'zini hurmat qilish kerak ekan. Biz shuni tuyungan vaqtida bizning o narsa chiqadi ekan. Shunga biz atrofimiz boshliq so'ygi bera olgan insonlar qarsak, uning ko'zidan shunda bir xil yenib turgan o'tni, gap so'zlari shunda bir mehribonlikni his qilamiz. O'z bir natija qozongan odamga qarsak, uning atrofidagi nurg'udigan odamlarga natija qozonish to'g'riliq ilhomda bo'layotganligini his qilamiz. Boshqalarning qo'llashiga erishib, chavaqlarni olgan odamning boshqalarga chavaq bera olayotganligini his qilamiz.
Mayli tunji qitim sizningki WhatsApp ikimiz paranglashgandan keyin WhatsAppni qo'yib bo'p, bu bas suratыңызga qarab, aş bas suratыңызda mushtat turgan mag'rur holatingizni nimani his qildim bilamsiz? Iliqi bir xil qattiq bir tuproq bo'lsa-mu, qo'lingizni mushtat changalsa, mushtat tiqsangiz, ashad bir changal to'pini yulib ola oladigan bir jasoratni aş turqingizdan, shu holatingizdan ko'rdim. Adamning ichida nima bor bo'lsa, chiroyida shu narsa deb chiqadi. Ichida nima bor bo'lsa, haq boshqalar shuni bera oladi. Mandek deb turib, yana Ali Qurbonning bir gapi esim keldi. Bir qitimliq suhbatda Ali Qurbon bunda dedi. Bir kim seni hasadxo'r, ko'ramas, sen undaq, ya mundaq deb ayıplasa, sen onunla xop bo'lma. Chunki qarshingdagi odam shundaq. U o'zining ichidagi o'sha hasadxo'rlik, ko'ramaslik va boshqa inson yaxshi ko'rmaydigan hissiyotlarni besish uchun sanki shu gapni deydi. Ashni seni hasadxo'r deyotgan hasadxo'r degini. Sen ko'ramas degini, men ko'ramas degini. Ashta sening vujudingda shu narsani izlab tepib, o'zini bor narsaga tasalli izlaydi. Şuna başqalar sana baha bersə, ənsirmə o özlük baha beryotdu degan bir gapni degan. Men de Ali Qurbondek unda güzel ifodlayamdim. Mening deganimdimi bək yaxshi degan Ali Qurbon. Ən asas məzmunumuz shu. Ana sizning shu suhbatlaringizni anglab shudan his qildim ki, siz aş o'zingizda bor bo'lgan narsadan hammani chiqiribsiz. Chiqirishdan tixim bək energiya qabul qilib, o'zingizga borni tixim beyitibsiz. Tıxım iliqi xoşal yaşabsiz. Tıxım erişibsiz. Şundaqmı? To'g'ri. Men yana nimani his qildim desangiz, shu hissiyotimizni, his qilganlarimizni deyishmi, nihoyatda bir go'zal ishga. Endi mening gap so'zim ochiq, mijozim bayatın siz rasmga qarab mo'tonyapsiz. Gap so'zim ochiq, yaxshi ko'rsam, yaxshi ko'rganimni degan bilan yaxshi ko'rmasam, yaxshi ko'rmaganimni deb qo'ydigan, xo'sh bo'lgan gaplarni, voyma gapdan men bak yaxshi ko'rdim degan bilan yaxshi ko'rmagan gaplar kelgan vaqtida nima uchun to'g'ri deb qaramaganligimni, nima uchun yaxshi ko'rmaganligimni ochiq deb aytadigan, mushtaq mijozim bor. Endi bu yaxshi ko'rmagan, yaxshi ko'rmagancha to'g'ri qaramagan yerlarimda to'g'ri qaramadim men deb deganlarim mening hargizmi atrofimdagi qarindoshlarimning dilini og'irtsamki yoki bo'lmasa ularni yaxshi ko'rmasligimdan emas, ichimdagini aynan o'zgartmasligim kerak. Xo'sh bo'lganimni xo'sh bo'lgancha, xo'sh bo'lmaganimni xo'sh bo'lmaganimcha uqtatsam, ashimi bir hurmat bo'ladi. Mendagi his tuyg'ular abjash bo'lib ketmasin. Muhabbat nafratim, so'ygim. Aş nəsəmiz iniq bolsun, həmis özünün ifadəsini tapsın deysiz-ğu. Şuyluq əbcəş olub ketken, əbcəş olub ketken hissiyatlar-cü, bizin aştaq hissimidən huzur alamaydıgan, aştaq həm nəsin məhrum qılğan bir halət əkəb qoydu. Amma şu xoş oğa vaxtımız qaqaqlab külüşni, xapıqan vaxtımızı, xapılığımızı ifadələşni, bir kimdən məmnun boğa vaxtımız onu mədiyləşni, cəpa tatqa vaxtımız onu çidaşni, yığılığa vaxtımız yaş tüküp içimizden çıkırıp öksüp yığılıp ölüşni bilişimiz gerek. Çünkü Allah Teala egen bizni aşındaq his tuyğular bilen oxşumaydigan his tuyğular bilen yaratkan. Onu ifadelep çıkırış gerek. Onu buruqturumluğunun içinde xoşalığımızı bildirmey, xoplığımızı bildirmey, yalğa yiyip yaşaş o bek zulüm o. Özümüz qılğan zulüm o. Doğru deysiz. Hem de müş yaqındığı emmimizin köңülünün yerimliğida boldular, şu xap bolğanımızın demeyli dep bir-birimizni ayaydigan ýerge hemmeýlen okşaş keldik bolsa, demeyli, köňül agyrtmaýly, zaten hemmemizin köňüli agyrak dep muşdaq oýlaýdygan ýerge mening mijazym bek oçuk bolsun, men müşeýe keldim, menimçe qaryndaşlarymyzyň hemmesi bir-birini şundaq ayaydigan bolup ketdi. Amma ýanalam bir näsini ümit qilmay bolsa, aşy güzel yaxşı görgən nəslərimizni ifadələşini tapqanmağan bolsa, bu bəkir kiçik kamçılıqlarını və bir nərsəni görsə, əyib tikilgən gözdən bədlər, güzəllik göz tikilgən, artıqçılıqını gördüğün göz köpürək olsa, şunda mı? Bir işdən xap bolğan bolsaq, onun çoxum biz xoş bolğan işi jiqraq. O'zidan xoş bolsaq, bir adamning bir eg'iz gapidan o gapini toza yaxshi ko'rmay qolamiz. Shu vaqtida darhol uning yaxshi yerini o'ylasak, ya'ni shu qadar
aşı insanlar bizim etrafımızda boğandığından söyündikenmiz. Doğru. Muşu yaxşı his duygularını ifadelasak bir-birimizge mehr muhabbet muşunundan ötedike bir-birimizge. Mana men oylamagan edim sizni tanımaydım dep oltağan bolsam ikimiz bugünkidek muşlar güzel sohbetlerde bolalamdık. Mening aşı Kılamaydı. cüret kılıp muşu hissiyattan bu programma mende payda kıldı. Bu programmның haqqı var. Mening mush içimdeki mende hasıl qilgan hissiyatni bilish haqqı var deb men sizga telefonni oldim, buni dedim. Ikkilan shundoq chiroyli tanishdik. Buningdan keyin Xudoyim bursa do'stlardan, qarindoshlardan bo'lib o'tamiz. Allah Mana nasip qilsin. yaxshi ishga boshlaydi Şuna ekan. yaxşı paranlaştık. Hem sizin qilgan ishlaringizdan bizningki ishlarimizga nurg'ilgan sizning yordamchi bo'la oladigan, ilhom bo'la oladigan taraflaringizni ko'rdim. Siz menda shu narsani his qildingiz. Bizning o'tirimizda muhabbat, sevgi rishtasidan boshqa yana kelgusidagi ishlarimizda tang taraqqiy qildirib mangdigan bir ko'rikmi hosil bo'ldi. Bu shu bir-birimizni e'tirof qilganlikning, birlashganlikning mahsuli, shu natijasi. To'g'ri deysiz. Allah insanlarga bəxş etgan, insanlardan tələb qılğan gözəl iş hərəkətlərinin heç qaysı ziyan etməməydi. O bir xeyirlikə, bir yaxşı işə səbəb oldu. Men bayatın dep ötkendek shundoq o'ttirdi bir natija chiqdi deb necha misolni keltirib ketdim. Masalan, xalqim degan naqshining surati tushgandan keyin Qozog'istonda nihoyatda moda bo'ldi bu naqsha. Xalq Mishel gapingizni üzüb qo'ysam xop bo'lamsiz? Yo'q. Abiyam siz shu gapni deyotganda, shu vaqtidami shundaq ko'ngil qo'yib anglab, shu yerda fikrini deyishdi, sizning fikringizni chechib etmay deb deyamadim danga. Hozir yana o temani boshladingiz, lekin shu yerda deyman. Biz o naqshining uftuqlarini bugun davetmeyli. Abiyam siz degan vaqtingizda kallamga Mevludcan'ı tunpaqım geldi, şiir yazgıçını tunpaqım geldi, rejissorunu tunpaqım geldi. Lekin o naqshini men anlagan, siz de belgəndi ki, men darhal bisib anlasam aş naqshga. Men o təsəvvürlərimni bugün deməyəm. Bugün məxfi qalsın. O adamlarını deməyli. Biz aşlar bilan qarang, yəni bir qıtım söhbət ötküzəyli. Oşunda yüreklen lərziga sağıdak, şunda bir iliqlik, bir sezim payda qildik, naqshini orqa görünüş qandaq. O qanday sebep bilan meydan kelib qoldi. Biz buni bu da qıtımlıq söhbətimizdə rəsmi bir tema qilib deyli, bugün deməyli. Bulamdı. Bir naqsha qanday qilib o'tirg'i chiqdi, buni bek qiziqarliq. Kelar sangi qo'yaydi unda olsa. Yana bir söhbət. Ashta qilayli, şəxslər kəsun. Bəlkə siz abiyam şu gəpdən degan vaqtınızda nurg'ulgan ko'rurmanlar, "Oy, qo'ysini oxşudu, kimdi, qanday qilgandi?" degan narsa bana o'xshashlar hissiyatga keldi deb o'ylayman. Biz bu yerda noma'lum odamlarning gapini qilgandi, ashdan sahna etib turib, sizning boyeringizda o'tirib mushta paranlasak, ularning his tuyg'ularini o'zlarini og'zini anglasak, vaqt tıxınbək tez buldu da. Ashta qilayli. Bo'ladi. Bu xo'sh hayvonni yetkazib amsa. Yana bir sonni tayyorlab qilayli. Ashta qilayli, bek yaxshi bo'ldi. Shu. Xadija xonim, endi mening o'sha gaplarimning hammasini xulosalab bir yerga akagim kelyotdi. Men nima ish qilgan bo'lsam, o'sha qanday ishlar qanday qilib vujudga chiqdi desangiz, men birisining oldiga kelib, "Ma ishni birga qilsak bo'lamdi" deguchilarning menga ishonib bo'ladi. Ma tarafini sen qilsang, ma tarafini men qilsam bo'ldi-ku deb mushta qila olganligimizdan bugungi o'xshash meni cheksiz suyundirayotgan, menga o'xshash nurg'un odamlarni suyundirayotgan natijalar o'tirg'i chiqyotdi. Bu bir-birimizga ishonish, o'z shu qilmoqchi bo'lgan ishga mehnatsiz o'zimizning qo'lidan kelgan ajrni berish pek muhimki. Bunda qilgan vaqtlarimizda biz mening qilgan ishlarim kichik ishlar, shundaqdimi shu bir tonimaydigan odamlar o'tirsida bir-birimizga bo'lgan ishonch bilan bo'ldi. Ammo biz agar hammadan bir ishim kichik degan gapingizga bir tuzish beray. Dengiz okeanlardimi quyoshning aksi o'xshash aksi etadi qarang. Bir tomchi sudimi quyoshning aksi bor.
u ishning cho'ng va kichikligida emas, kichik bo'lsa-mu uning singan mehr muhabbatda. Rahmat. Şunağa ishonsak bo'ladi deb tang qo'l so'zsak, biz qilolmaydigan ishlar yo'q-ku. Aşnaq bir ishonch paydo bo'ldi. Men shu beshindan o'tgan ishlar orqali bir-birimizga ishinib, qo'limizga olgan ishni tashlamay, mushundaq yerdan men o'zimdan chiqishim kerak desaklar, hamma natijada bizni kutib turib yetibdi degan mushundaq bir ishonchi bor menda. Masalan, u ishni kim boshladi, kim qo'ydi, uning bilan korimiz yo'q. Men qo'limdan kelganini men qilsam, siz kelgan siz qilsangiz ham birisi ham birini qilsa, u ish haqiqiy vujud chiqdi. Nurg'ulg'a odamlar yaxshi bir taklif fikrlarni o'ttirib qo'ydi qarang. Qo'ygandan keyin biz qo'lmaslikdan ashadamning fikrini ujuqtirib qo'yamiz. Voy qilolmaydi, voy qilolamdi, voy unda deganlar amalga oshamdi deb amaliyotda amalga oshadigan, qiladigan ishni biz qo'llamay, rost qilmaydigan qilib qo'yamiz. Qilib qo'yib nima deymiz? Demidik mana o'z vaqtida qilolmaydi degandik. Qilolmadi ana yerim yo'l tashlab qo'ydi. U yolg'iz bir odam qo'lidan kelmaydi u. Biz tan qilishib beramiz. Onun keyin o ish vujud chiqdi. Shu bir yangi ishni, shu bir narsani o'ttirib qo'ya olgan odam eng nochi. U uning uchun qancha bedel to'layadisin, lekin bir yangi narsani o'ttirib qo'ydi. Endi hammamiz tan kuchaymiz. U bizning ishimiz. Biz dunyoning nerede yashayli, ham Uyg'ur bir. Bizning rishtimiz bir. Bizning dardimiz bir, xushalligimiz bir, orzularimiz bir, armonlarimiz bir. Özümüzge o'xshash dardlanayotgan bir Uyg'urga dardiga dard qo'shmayli. Bizning ko'nglimiz qanchalik yara bo'lgan bo'lsa, qarshimizga Uyg'urning ko'ngli shu qadar yara. Biz uning yarasiga malham bo'laylikki, o'zimizga o'xshash yaralanayotgan bir insonning yarasini tatlamayli. Shu vaqtda biz qo'llashning nimaligini bilamiz, qarshi tarafni qo'llagan vaqtida o'zimiz suyunimiz, biz qo'llashga erishimiz. Biz ko'p narsani erishishni o'ylab, bedel to'lamaslikni oldin o'rin qo'yib olsak bo'lmaydi. Bundaq gap bor otalarimizdan qolgan. Sen kumushga erishmoqchi bo'lsang, oltinni bedel qil. Kumushni bedel to'lab, oltin olman dema. Biz oldidan berishni bilaylik, qo'llashni bilaylik. Onun keyindan bizning atrofimizda beradiganlar, qo'llaydiganlar ko'paydi. Biz boshqalarni og'rinishdan burun o'zimiz qilib beraylik. Ondan yana bir narsani, unda kuzchidan bir narsani his qilib qoldim. Bizning hamda Uyg'urlarchida biroz gumonxo'rlik kuchayib qoldi. Buni millat sifatida deb nima qilish xiyolim yo'q bu yerda. Buning sababini tahlil qilib baxdim menchu. Nurg'ulg'a odamlar biladi buning sababini, nima sababdan kelib chiqqanliklarini. Ammo biz uni yengishimiz kerak. Ashtaq sababning ustiga yana biz o'zimiz bir narsani paydo qilib qo'ydik. Bu bizning shaxslik ish. Bu umumiylikqa ortilgan ish emas, shaxslik ish. Masalan, mening qarshimda bir kim favqulodda bir natijani yaratdi yoki bir yangilik yaratdi. Shoma o'ylayman-da, hey, mushning keyinda chuqur birsi bor. Mushta ish qilishning chuqur bir maqsadi bor. Bu mushning nima uchun bu o'zini vatan xalq uchun sakpori qildi, parvona qildi? Voy, chuqur buning bir maqsadi bor. Yo chuqur buni yo'layotgan birsi bor. Yo buning atugin maqsadi aniq bo'ldi degan narsani ko'nglimdan o'tkazmanda, shunday odamni kuzdiman. Xuddilik pal to'g'risining hikoyasidek. Pal to'g'risining hikoyasida bir odamning paltosi yutib ketibdi. U qo'shnisini o'g'irlab oldimikin deb gumon qildi ekan. Shunlamışda qo'shnisining harakati qarsa, uning yurish turishi, gap so'z, ish harakatimiz paltosini o'g'irlab olgandek ko'rindi ekan. O'sha bir kunlar u paltosi uyining boshqa yeridan chiqib qoldi. O'sha adisdan kiyimdiq qo'shnisi qarasa, uning gap so'z, ish harakati palto o'g'risi emasdek ko'rinibdi. Shunga o'xshash o'zimiz adam bir gumon paydo qilamiz. O'zimiz qo'yimiz o chekitni oldidan hech kim qo'yib bermaydi. Shu chekitni qo'yib o'z xiyollarimizni shu chekitga bog'laymiz.
shundoqmikin degancha xuddilik pol to'g'risidek shundoq ko'rindi bizga. Shunga o hissiyotimizni yana bir do'stimizla o'rtoqlashimiz. Ey qara, falonchi bunday ish qilyotdi. Oshunda bunda bir maqsad bormikin deyman men. Qora falonchilar bilan munosabati va pustonchi bilan paranglashdi, mundoq qildi. Hey, oshda yerimiz, oshda qilamdi degan keyin hiliq do'stimiz Rost. Sen degandiki, men shunda o'ylab qoldim jimo. Rost, falon gapim oshtoqroq mana, pusta ishim oshtoqroq mana degandan keyin men tixim va qarorimga ishinaman. Ishinib, uchinchi do'stimga deyman uni. Qara, falonchi bilan deysam, oshtoqmikin dedi qara. Rost jimo oshtoqligi degan keyin uchinchi do'stimiz ha, ikki shunda deb bo'lganki, rost o'xshaydi jimo deb u fikrini qo'shdi. Shuningla biz o'zimiz qo'ygan chekitni o'zimiz isbotlab degan rost deb uni taqdimiz. Endi o'ylab beqinglar. Ashta ish mavjudmi? Mavjud emas. Unda ish yo'q. O'zimiz paydo qildik. O'zimiz rivojlantirdik. O'zimizning qalbimizdagi hukmni o'zimiz isbotladik. Men shunda o'ylaymanki, bu chet eldagi Uyg'urlarda undaq biz ansirgidek undaq holatdagi Uyg'urlar yo'q deb o'ylayman. Hammamizning qalbi ashundaq bir muhabbatga muhtoj, ehtiyoj. Biz shuni qanday ifodalab chiqarishda, qanday qabul qilishda tingir qolib qoldik. Bilganlar uni ifodalasin. Bilmaganlar o'rgansin. Og'allar qaytirsin. Cıxlı nəsədə ketdim mən, Şəmşinur xanım. Güzel nəslərini dediniz. Acayip doğru. Müştaq qilishqa tirishsaq bo'ldi ekan hammaylarni. Hech qaysimiz menda bu odat yo'q, men unda qilmaydim deb dalamaymiz. Men bu jiq gaplarimizni anglab shundoq yaxshi xiyollarda bo'lyapman. Mana shu diqqat qilsaq bo'ldi ekan, manda qilsaq bo'ldi ekan. Nurg'un bir ish qila oladigan odamlarni qilolmaydigan qilib qo'ydik ekanmiz hozirgi. O'zimiz qilib qo'yamiz shundaqa. Xalqning gapidan qo'rqib bo'ldilar. Men mandaq ishni shundoq yuragimni aloqamga olib qo'yib turib Uyg'urim deb qilgan bilan bo'limunda deb qolsa, nimpoyisi deb so'ydi. Bo'ldi, jim o'ltag'anga yetadigan bir ish yo'q deb nurg'un odamni jim qiladiganmi? Ash mijozimiz o'xshaydi. Rost degandek diqqat qilsak bo'ldi ekan. Hem Uyg'urimiz shunchalik suyimlik. Shunlashqa yana shundoq chiroyli bishimizga har qanday qiyinchiliklar kelsa, atrofimizdagilar bilan yengib ketyapmiz. Shunga qadrlasak bo'ldi-ki, suyib o'tsak, mehr muhabbatni ilib, ham berib o'tsak. Ha, Şəmşinur xanım, acaba vaqt farqimiz cho'ng ekan-a? Hozir bizda 12 yerim bo'ldi. Sizdə kecha 1 yerim bo'ldi. Doğru. Şu sizə muş söhbətində uxlamay buna. Daxi jimjit uyga kirib, uydagilarni atrofdagi xulum xo'shlarga ta'sir yetkazmay deb eshiklarni taqab, jimjit uyga kirib, mushakkaga uxlamay saqlab bu söhbətni o'tkazdik. Buning uchun ko'p ajr qildingiz. Rahmat sizga. Yana paranglashsak, bu mehr muhabbet to'g'riliq so'zlarimiz tugaydigandek emas. Necha soat paranglashdigandek turmiz. Chunki bu mehr muhabbet degan bir mangulik tema. Shunga sizning ko'p vaqtingizni oldik. Bugungi suhbatimizni shada oxirlashtirsak, ammo bu suhbatimizning ikkinchi qismi bor. Miliqiy xalqim degan go'zal naqshining ijodkorlari bilan ayrim suhbatlashamiz. Shundaqmi? Bo'ladi, shunday qilayli. Sizning mening shu ko'nglimdagi gaplarimni xalqimga davoldiganga mushtaq qimmatli fursatni yaratib berganingizga, o'zingizning shunday chiroyli men bilan mo'nishib o'tirganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Men bugungi bu suhbatdan Xudoyim bo'lsa tugi deb ko'nglimni yerim qilaysam, yana bir qism bor deb texim xo'sh qilibsiz. Xudoyim bo'lsa bugun rost vaqt munosabati bilan ishada oxirlashtirib turaylik. Shu ekran oldida o'tirgan barliq qimmatli vaqtlarni ajratib ko'rib
bergen qarindoshlarımızga menmi o'zimning rahmatimni bildiraman. Rahmat, tegil bo'ldi mangamo debchi. Ekran aldidagi aziz ko'rurmanlar, bugungi suhbatimizni Muxtar Bug'raning Mehri muhabbat she'ridagi Mehri muhabbat insonga qanot degan bir misra bilan oyoqlashtirman. Har az bir narsa deyishni unutib qopti-ba. Men xo'sh desammi, ammo ekrandan ayrilmangizlar. Shamshnur xonimning har xil riyosatchilik qilish tanotlaridan huzur olamiz. Shunda qilib bugungi suhbatimiz mushada oyoqlashdi. Kelar qatimliq suhbatimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat. Assalomu alaykum, dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan aziz qarindoshlar. Ekranimizga xush keldinglar. Men Kanadaning Vancouver shahridan Shamshnur Abdurshid. Hammamizning xush vaqti xayrli bo'lsin. Mana bugun 12-navbatlik Nahmeydan konsertimizni boshlash oldida turyapmiz. Unda bo'lsa men konsertimizni bugungi konsertimizning mehmonini tanishtirish bilan boshlab ketaylik. Assalomu alaykum, qarqash, qarko'z Uyg'urim. Ekranimizga xush keldinglar. Men Kanadaning Vancouver shahridan Shamshnur Abdurshid. Hammamizning xush vaqti xayrli bo'lsin. Qimmatli bir soat vaqtini ekran oldida o'tkazish orqali san'atda talanti bor qarindoshlarimizni qo'llab, Uyg'ur nada bo'lsa o'zining kimligi bilan, san'ati bilan yashash uchun tirishchiligini ko'rsatayotgan, qo'llayotgan mush qarindoshlarimizga men har qatimda konsert mehmoni shundaqla o'zim nomidan cho'nqur tashakkurimni bildiraman. Assalomu alaykum, dunyoning har qaysi joylaridagi qadrli qarindoshlar. Ekranimizga xush keldinglar. Men Kanadaning Vancouver shahridan Shamshnur Abdurshid. Hammamizning xush vaqti xayrli bo'lsin. Bugun men hayajon ilkida konsertimning 8-sonini boshlash oldida turyapman. Undaqda konsertimizni bugungi mehmonni tanishtirish bilan boshlab ketaylik. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi qadrli qarindoshlarim. Ekranimizga xush keldinglar. Men Kanadaning Vancouver shahridan Shamshnur Abdurshid. Hammalarning xush vaqti xayrli bo'lsin. Asli biz bugungi bu konsertni Eytni o'rlashtirib, qarindoshlarimizning eytli xushalligiga bir rang qo'shmoqchi bo'lgandik.